Salom do'stlar, sizlar bilan Flora Gamer. Bugungi videomizda biz Minestax serverda anarxiyada hech kim o'rgatmagan narsani sizlarga o'rgataman. Bu esa narsalarni ko'paytirish payti. Masalan, mana shu Neziritni 2 ta qilib beraman. Hech kim buni o'rgatmagan. Hozir bolalar do'yil tashlasin. Давай. Nós. Salomlashyaptilar. Hozir do'yil tashlasinlar, ko'rasizlar. Mana joyga do'yil tashladik. Olmaymiz va xonay deb yozib yoki spam deb yozasiz. Do'yilni olib keyin ikkitasini paydo bo'ldi. Kerak narsalarni sandiqqa solasizlar. Mana hamma narsalarni sosiylar bo'ladi. Nima bo'lsa ham sosiylar bo'ladi. Ko'paytirasizlar nima bo'lsa ham. Shunday qilib jonimiz ketib boshlaydi va o'lamiz. Mana narsalarimiz o'zimizda va bu yerda o'sha narsalar mana hammasi bor. Turibdi. Yana tashyapti. Qo'mi yana bitta ko'rsataman. Mana endi esa bu yerga mana bu ko'paytiramiz. Do'stlar, aniq qo'yibdi. Nima deysiz? Trap qo'yibdi. Mana qildik va o'zimizda 15 ta turibdi. Mana bunda ham ana shunday qilib ko'paytiramiz. Sizlar bilan Flora Gamer bo'ldi. Bugungi videomiz shunday iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, obuna bo'ling. Shu videoda 500 ta like bo'lsa, hammaga birma-bir totem, shulker, boshqa narsalar beraman. Kanalga obuna bo'ling.